Bizga quyidagi misol berilgan. Bu yerda qavs turlari haqida ozroq ma'lumot beraman. Mana bu qavs turi sonning kasr qismini chiqaradi. Masalan, bizda 0,2 bo'lsa, bu 0,2 ning kasr qismi 2 degani. Agar o'sha 0,2 ning butun qismi so'ralsa, mana to'rtburchak qavsda bu 0 degan ma'noni bildiradi. Quyidagi misolda birinchi bo'lib LJ5 o'shandan hisoblab boshlaymiz. LJ degani bu logaritmning asosida 10 turibdi. 5 uning qanday darajasi? Bu 0 u 1 oralig'idagi 0 dan katta va 1 oraliqdagi sonda 0 va 1 orasidagi son. Buning butun qismi 0 bo'ladi. 0 u 1 oralidagi sonning butun qismi 0. 3 ni 0 ga ko'paytirsak natija 0. Mana shu joyda 0 turibdi ekan. Endi buni hisoblaymiz. LJ 0,1. 0,1 10 ning qanday darajasi? Bu minus birinchi darajasi. Minus 1 ning kasr qismini so'rayapti. Minus 1 bu butun son, kasr qismi 0 bo'ladi. Endi 5 ni 0 ga ko'paytirgandan keyin bu ham 0 bo'ladi natija. Endi bu yoqda qaraymiz. ln 3. Bizda logaritm asosida y turibdi. Y ning qiymati 2,71. 2,71. Bu 2,71 3 ning 2,71 y darajasida nechini qabul qiladi desa, bu 1 dan kattaroq son, lekin 2 dan kichkina son. O'sha 1 va 2 oralidagi son bo'ladi shu. 1 va 2 oralidagi sonning butun qismi 1 ni qabul qiladi, kichik taraf 1 ni. 7 ni 1 ga ko'paytirsak, bu yerda 7 bo'lyapti. Endi umumiy bizning qavsimiz ichkarida 7 bo'ldi. Bu 7 butun son. 7 ning kasr qismini so'rayapti, 0 ga teng bo'ladi. Javob shunda bizda 0 degan javobni belgilashimiz kerak.